Ekologiyaning ifloslanishi haqida gap borganida bir qancha omillarni sanaymiz. Ularning orasida avtomobillardan chiqadigan zaharli tutunlar ham bor. Kuni kecha eski bir avtobusning orqasidan chiqayotgan qop-qora tutunni ko'rib, ochig'i o'zim ham qo'rqib ketdim. Nahotki biz mana shu zaharli tutundan nafas olyapmiz deb. Chindan ham yoqilg'ida harakatlanadigan transport vositalari atmosferaning ifloslanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini yaxshi bilamiz. Ammo buning oldini olish uchun avtomobillardan to'la voz kechishning imkoni yo'q. Xo'sh, u holda qanday yechimlar taklif etiladi? Ko'pchilik buning javobini allaqachon taxmin qilib ulgurdi. Ha, gap elektr tokida harakatlanadigan transport vositalari haqida bormoqda. Elektrobuslar, elektromobillar, skuterlar allaqachon hayotimizning bir qismiga aylanib bo'ldi. Ular kam xarjligi, shovqinsiz harakatlanishi, eng muhimi xuddi biz istagandek atmosfera uchun mutlaqo zararsiz ekanligi bilan ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. Yo'llarda elektr tokida harakatlanadigan mashinalar soni qancha ko'p bo'lsa, avtomobillarning havoni ifloslantirishdagi ta'siri shuncha kamayib boradi. Faqat buning uchun odamlarning elektromobil xarid qilish imkoniyatlarini rag'batlantirish kerak. Yangi O'zbekiston gazetasining navbatdagi sonida shu mavzuda yanada qiziqarli maqola e'lon qilindi. Unda xalqimiz orasida elektromobillarga qiziqish tobora ortib borayotgani, shu bilan birga davlat ham bu borada odamlarni qo'llab-quvvatlab, yangi imtiyozlarni taqdim etayotgani haqida gap boradi. Maqolada yozilishicha, prezident farmoni bilan qabul qilingan joriy yilgi davlat dasturida ko'rsatilgan yangi imtiyoz va qulayliklar sabab endilikda odamlarning elektromobil xarid qilishi osonlashadi. Bunday avtomobildan foydalanuvchilar soni keskin oshishi mumkin. Ilk imtiyozlardan biri esa bu avtokreditlar foizining pasaytirilishi bilan bog'liq. Ya'ni aytilishicha, shu yilning 1-sentyabridan boshlab O'zbekistonda elektromobil sotib olish uchun yillik 16% stavkada avtokreditlar ajratiladi. Foiz stavkasining belgilangan chegaradan oshgan qismi davlat budjeti mablag'lari hisobidan tijorat banklaridan kompensatsiya qilinadi. Agar o'tgan yilgi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda avtokreditlar bo'yicha o'rtacha stavka 24,1% ni tashkil etganini hisobga olsak, elektromobillar uchun belgilanayotgan 16% stavka kattagina imtiyoz ekani ko'zga tashlanadi, deb yozmoqda maqola muallifi. Yo'llarda elektromobillarning ko'paygani yaxshi albatta, ammo shu bilan birga ularni quvvatlantiradigan stansiyalarning ham ko'p bo'lishi kerak bo'ladi. Maqolada aytilishicha, zaryadlash stansiyalari bo'yicha ham berilayotgan imtiyozlar bu borada ayni muddao bo'ladi. Shaxsan o'zimga qiziq bo'lgani, endilikda elektromobilni quvvatlantirish xarajatlari ham aholi uchun yaxshigina pasaytirilishi belgilanibdi. Ya'ni endi elektromobillarni quvvatlash stansiyalarida 1 kilovatt-soat elektr energiyasi narxining 300 so'mdan oshgan qismi davlat budjeti hisobidan qoplab berilar ekan. Bunday imtiyoz elektromobildan foydalanish xarajatlarini yanada arzonlashtiradi. Aslida hozir ham bu xarajatlar unchalik katta emas va ochig'ini aytganda, yoqilg'ida harakatlanadigan avtotransport vositalaridan ko'ra anchagina arzonga tushadi. Shuning uchun ham hozirgi kunda ko'plab taksi xizmatlarida aynan elektromobillardan foydalanish ommalashib bormoqda. Chunki bu turdagi transport vositalarida kam xarajat qilib, ko'proq daromad topish mumkin. Bu aholi bandligini ta'minlashda ham juda qulay hisoblanadi. Qolaversa, elektromobil egalari uchun taksi xizmatlarida aynan litsenziya olish va boshqa jihatlarda ham alohida imtiyozlar joriy etilgan. Maqolada yozilishicha, bu imtiyozlar endilikda yanada kengaytirilmoqda. Xususan, joriy yilning 1-mart sanasidan boshlab elektromobilda taksi xizmat ko'rsatuvchi o'zini-o'zi band qilgan fuqarolar uchun ijtimoiy soliqning belgilangan stavkasiga 10% chegirma berilmoqda. Haqiqatan ham berilayotgan imtiyozlar yurtimizda elektromobillar sonining ortishiga xizmat qilishi shubhasiz, chunki narxlar arzon bo'lsa, xarajatlar kam bo'lsa, albatta odamlarda ekologik toza transport vositalarini boshqarishga bo'lgan qiziqish yanada oshadi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, ushbu berilayotgan imtiyozlardan ko'zlangan maqsad qaysidir avtomobil egalarini qo'llab-quvvatlash yoki alohida toifaga ajratishdan iborat emas. Shunchaki yurtimizda atmosfera uchun zararsiz bo'lgan transport vositalarini ommalashtirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan va albatta bundan o'zimiz ham manfaatdormiz.